Anvar aka, ishlab pishiryapsizmi? Gap yo'q. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringni pishgan ishlarni xudo xolasa arzon narxlarda qilib qo'yganmiz. Zavodda o'zida 750 so'mdan eslatib o'tamiz. Biz bloger emasmiz, zavod egalaridanmiz. Ko'rib turganlaringdek hozir bu ham ikkinchi zavodimiz. Mana bunday qishga fontlarni qilib qo'yganmiz. Qishin yozin g'ish uzilmaydi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rossiyadagi akalar Telegram, WhatsApplar bor, imolar bor. Aloqaga chiqsalaring uylaringga doğru yetkazib olib borib beramiz. Razmerlariga kelsak, qishlarimizda razmerlari 6, 12, 25. Vodiyda standart qishlari sanoqlariga o'qalanib ketmasligiga garantiyalari bor. Sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan qishlar. Mana avval kuni yomg'ir yog'di. Bugun haftaning 3-noyabr kuni yomg'irda mana bunday qishlar mana og'nagan, hozir xomush chiqishi to'xtagan. Lekin mana bu qishlar ham mana yomg'irda turgan, umuman sho'rlashgani yo'q. Sho'rlamaslik darajasi yuqori bo'lgan qishlar. Vodiyda eng chekkasiga doğru yetkazdirib beryapmiz. Mana shunday 10 mingtalik mashinalar, sanoqlari ishonarli holatda xudo xolasa. Sanoqlari xudo xolasa 1% da bo'lsa tashkil qilishi mumkin. Ko'pchilikda savol bor, hali qishda saqlab qo'ysam, erta bahorib ursam, uqalanib ketmaydimi deganlarga, uqalanmasligiga garantiyalari bor qishlar xudo xolasa, ishonarli. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar. Juma kunlari 10 so'm ehsonni qilib qo'yganmiz. 10 so'mdan yana 740 so'm qilib beriladi. Yetib borish ham 10 so'm juma kunlari tushadi. Mana shunday pishirib sovuq demay, issiq demay ishlayib turgan akalarimizga bittadan like bosib qo'yasizlar. Qo'llaring dard ko'rmasin ilohim. Kelgusi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.